Hozir turgan joyimiz bitta spalnisi. Bu spalnisini qarang, remontlarni qilib, chiroyli holatga keltirib qo'yishgan. Sizga yana bitta patkulli xonadon topib qo'yganman. Mana bu asosiy eshiqdan kirishimizga shunaqangi koridori, o'zini yonida prixoshkalari bor, kiyimizni yechgani, qulayligi ham bitta. Hozirgi manzilimiz Farg'ona shahar Tengi bankda yonida 6 qavatli binoda 5-qavatida 105 kvadratli. Bunisi bitta xonasi. Xo'p, bundan kelishimizda to'g'rida bitta spalnisi. Bu spalnida qarang, shunchaki remontlarni qilib qo'yishgan, o'zligi uchun qilishgan. Bunisi bitta sanuzeli. Mana sanuzellarni ham hamma yo'llari tayyor holatda, kafellarni yopishtirib qo'yishgan. Bu yerda bilas, gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan muammosi yo'q joyda. Bunisi yana bitta xonasi. Aboylarni qarang, yopishtirib kelib, sizni yashashingizga tayyor holatda. Xo'p, bundan keyingisi mana bu bitta detskiy o'rnida foydalansangiz ham bo'ladi. Bunisi ham bitta xona. O'zi 3 xona, 4 xona qilingan. Mana bunisiga balkonga olib chiqib qo'yishgan. Oshxonani balkonga olib chiqib, hamma yo'llari foydalanishga tayyor holatda. To'pli bo'llari bor, radiatorlari bor. Xonadonimiz kvadrati 105 kvadratli 3 xonali, 6 qavatli novostroykani 5-qavatida. Narxini 62 mingga baholashyapti. Ayrim jihozlari kelishilgan holatda bo'ladi.